Bugungi mavzu juda jiddiy. Uylarni tortib olishadi. Yangi qonun chiqdi. Endi kadastr yo'q uylar buziladi. Qarzi borlarning uyi olib qo'yiladi degan gaplar ko'paydi. Men bu videoda vahima tarqatmayman. Lekin siz bilishingiz shart bo'lgan haqiqatlarni ochiq tushuntiraman. Chunki bu masala faqat bir ikki odamga emas, hovlisi borlarga ham, kvartirada yashaydiganlarga ham, ipoteka olayotganlarga ham, meros uyi borlarga ham, kadastr hujjati to'liq bo'lmaganlarga ham tegishli. Agar sizning uyingiz, yer uchastkangiz, meros mulkingiz, ipoteka kreditingiz yoki sud orqali hal bo'layotgan mulk masalangiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi holatda uyingiz xavf ostida bo'lishi mumkin, qaysi holatda hech kim sizdan uyini shunchaki tortib ola olmaydi va eng muhimi, bugundan boshlab nima qilish kerak? Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. O'zbekistonda xususiy mulk qonun bilan himoya qilinadi. Ya'ni kimdir kelib, bu uy endi davlatniki, bu uy endi boshqa odamniki. Chiqib keting deb og'zaki aytishi bilan uyingiz tortib olinmaydi. Mulkdan mahrum qilish, buzish, majburiy undiruv, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish kabi jarayonlarning har birida hujjat, qaror, asos va tartib bo'lishi kerak. Lekin oxirgi yillarda bir narsa kuchaydi. Davlat organlari elektron bazalarni solishtiryapti, kadastr ma'lumotlari tartibga keltirilyapti. Noqonuniy qurilishlar, hujjatsiz yer egallashlar, sud qarori bilan undirilmagan qarzlar va ipoteka bo'yicha kechiktirilgan to'lovlar ko'proq nazoratga olinmoqda. Shu sababli odamlar orasida yangi qonun chiqibdi, uylarni tortib olishar ekan degan vahimali gap paydo bo'ladi. Aslida xavf nimada? Xavf shundaki, agar siz yashayotgan uy hujjatlarida sizniki bo'lmasa, kadastr ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, yer uchastkasining maqomi boshqa bo'lsa, ipoteka qarzingiz uzoq muddat to'lanmagan bo'lsa, yoki sud qarori bor bo'lsa, unda sizda muammo chiqishi mumkin. Lekin hamma uyni bir kunda tortib olishmaydi. Muammo faqat hujjat, qarz, noqonuniy qurilish, majburiy ijro yoki davlat ehtiyoji bilan bog'liq aniq holatlarda paydo bo'ladi. Oldin ko'p odamlar uy qurgan, lekin kadastr qilmagan. Kimdir ota-onasidan qolgan hovlida yashaydi, lekin merosni rasmiylashtirmagan. Kimdir qo'shnisidan og'zaki kelishuv bilan yer sotib olgan, pul bergan, lekin notariusdan o'tkazmagan. Kimdir kvartirani ishonchnoma bilan olib, egalik huquqini o'z nomiga o'tkazmagan. Bunday holatlar oldin ham xavfli edi. Hozir esa elektron tekshiruvlar kuchaygani uchun muammo tezroq ko'rinadi. Birinchi xavfli guruh kadastr hujjati yo'q uylar. Masalan, fuqaro 2012-yilda shahar chetidan 4 sotix yer olgan, 7 million so'mga kichik uy qurgan, lekin yer ajratish qarori yo'q, kadastr yo'q, faqat mahalladagilar biladi. Oldingi egasi bergan tilxat bor deb yuribdi. Bugun bunday uy bozor qiymatida 600-700 million so'm bo'lishi mumkin. Ammo hujjat bo'lmasa, uyni sotish, garovga qo'yish, merosga o'tkazish, sudda himoya qilish juda qiyinlashadi. Eng yomoni, agar yer noqonuniy egallangan deb topilsa, buzish yoki yer maydonini bo'shatish masalasi ko'tarilishi mumkin. Ikkinchi xavfli guruh ipoteka yoki kredit garovida turgan uylar. Misol qilaman, oilada kvartira ipoteka orqali olingan. Oylik to'lov 4 million so'm. Birinchi 2 yil to'lab borilgan, keyin daromad kamaygan, 8 oy to'lov kechikkan. Bank birinchi oyda ogohlantiradi, keyin jarima hisoblaydi, keyin da'vo yuboradi. Oxirida sudga murojaat qilishi mumkin. Agar sud qarori chiqsa va qarz baribir to'lanmasa, garovdagi uy auksion orqali sotilishi ehtimoli bor. Bu bank uyini tortib oldi degani emas. Bu garov shartnomasidagi majburiyat bajarilmagani uchun majburiy undiruv jarayoni boshlangani degani. Farqi katta, lekin natija odam uchun og'ir, uydan ayrilishi mumkin. Uchinchi xavfli guruh meros masalasini rasmiylashtirmaganlar. Masalan, ota vafot etganiga 10 yil bo'lgan, hovlida kichik o'g'il yashaydi. Aka-ukalar og'zaki kelishgan sen yashayver. Lekin meros notarius orqali rasmiylashtirilmagan. Oradan yillar o'tib, boshqa merosxo'rning farzandlari chiqib, bizning ham ulushimiz bor deyishi mumkin. Bu holatda uy tortib olinmaydi, lekin ulush bo'yicha nizolar boshlanadi. Sud uyni sotib, pulni ulushlarga bo'lish yoki bir taraf boshqalarga kompensatsiya to'lash masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Odamlar buni ham uyimni tortib olishdi deb qabul qiladi, aslida esa meros huquqi vaqtida rasmiylashtirilmagan. 4-xavfli guruh notariusdan o'tmagan oldi sotdi. Masalan, siz 2000-yilda tanishingizdan hovli oldingiz. 300 million so'm berdingiz. Tilxat yozib qo'yamiz, keyin kadastr bo'lganda rasmiylashtiramiz deyildi. Siz uyga ko'chib kirdingiz, ta'mir qildingiz, yana 1,5 million sarfladingiz.
Lekin hujjatda uy haligacha eski egasining nomida. Eski egasi qarzga kirib qolsa, uning kreditorlari shu mulkka da'vo qilishi mumkin. Yoki eski egasi vafot etsa, merosxo'rlar bu uy bizniki deb chiqishi mumkin. Sizda tilxat bor, lekin ko'chmas mulk bo'yicha notarial rasmiylashtirilmagan bitim juda katta xavf tug'diradi. 5-xavfli guruh: qurilish me'yorlariga zid qo'shimcha qurilish qilganlar. Kvartirada yashab, umumiy yo'lakni yopib olish, ko'p qavatli uyning birinchi qavatida ruxsatsiz do'kon ochish, hovlida qo'shnining chegarasiga o'tib qurilish qilish, ko'chaga chiqib ketgan ayvon qurish, bularning hammasi kelajakda nizoga sabab bo'ladi. Agar qo'shni shikoyat qilsa, hokimlik yoki tegishli organlar tekshirsa, sud noqonuniy qurilmani buzish haqida qaror chiqarishi mumkin. Bu butun uy tortib olinadi degani emas, lekin ruxsatsiz qism buzdirilishi mumkin. Endi kimlar haddan tashqari xavotir olmasligi kerak? Agar uyingiz kadastrdan o'tgan bo'lsa, egalik huquqi sizning nomingizda bo'lsa-da. Soliq va kommunal to'lovlarda katta muammo bo'lmasa, uy garovda bo'lmasa yoki garov bo'lsa ham to'lovlarni vaqtida qilyapsiz. Sud qarori yo'q, yer ajratish va qurilish hujjatlaringiz joyida bo'lsa, hech kim kelib uyingizni shunchaki olib qo'ymaydi. Sizning asosiy vazifangiz hujjatlarni tekshirib, saqlab, kerak bo'lsa yangilab qo'yish. Real hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Dilshod aka 15 yil oldin 6 sotiq hovli sotib olgan. Notarius orqali rasmiylashtirgan kadastri bor, soliq to'langan. Keyin internetda uylarni tortib olishadi degan xabarni ko'rib qo'rqdi. Uning holatida asosiy xavf yo'q. Agar hujjatlar to'liq bo'lsa, bunday odam vahimaga tushmasin. Faqat kadastr hujjatlaridagi maydon, chegara uy raqami egasining FIE'sha to'g'ri yozilganini tekshirib qo'ysin. Ikkinchi misol. Malika opa onasidan qolgan kvartirada yashaydi. Ona vafot etganiga 6 yil bo'lgan. Kvartira haligacha onasining nomida. Malika opa kommunal to'lovlarni to'laydi, lekin merosni rasmiylashtirmagan. Uning xavfi bor. Chunki boshqa merosxo'rlar bo'lsa, ular ham ulush talab qilishi mumkin. Agar kvartira sotilishi kerak bo'lsa, sotolmaydi. Agar hujjat kerak bo'lsa, muammo chiqadi. Bu holatda darhol notariusga borib, meros ishini tiklash yoki sud orqali muddatni tiklash masalasini ko'rish kerak. Uchinchi misol. Jasur 500 million so'mlik ipoteka olgan. Oyiga 5 million so'm to'lashi kerak. 1 yil yaxshi to'lagan, keyin oy to'lamagan. Bankdan xatlar kelgan, lekin u ochib ham ko'rmagan. Keyin suddan chaqiruv kelgan, u bormagan. Sud qarori chiqqan. Endi majburiy ijro boshlangan. Mana bu holatda uy real xavf ostida. Chunki garovdagi mulk qarzni qoplash uchun sotilishi mumkin. Bu yerda eng katta xato bankdan qochish, xatlarni olmaslik, sudga bormaslik. Aksincha bank bilan qayta tuzish, muddatni uzaytirish, qarzni bo'lib to'lash bo'yicha ariza berish kerak edi. 4-misol. Bir oila hovlisiga 2-qavat qurdi, lekin ruxsat olmadi. Qo'shnining hovlisiga quyosh tushmay qoldi, devor yorildi. Qo'shni shikoyat qildi. Tekshiruvda qurilish me'yorlariga zid ekani aniqlandi. Sud noqonuniy qurilgan qismini buzish haqida qaror chiqarishi mumkin. Bu ham uy tortib olindi emas, lekin odam millionlab so'm sarflagan qurilishdan ayrilishi mumkin. Eng birinchi nozik jihat og'zaki kelishuv mulk huquqini yaratmaydi. Mahalla biladi, qo'shnilar guvoh, pul berganimni hamma ko'rgan, tilxat bor degan gaplar ko'chmas mulkda yetarli himoya bermaydi. Ko'chmas mulkda asosiy narsa davlat ro'yxatidan o'tgan egalik huquqi. Agar kadastr bazasida siz egasi bo'lmasangiz, siz o'zingizni egaman deb hisoblasangiz ham qonuniy himoyangiz zaif bo'ladi. Ikkinchi nozik jihat. Doimiy yashab kelish har doim ham egalik huquqi degani emas. Ba'zi odamlar men bu uyda 20 yildan beri yashayman, demak uy meniki deydi. Amalda esa uy kimning nomida, qanday asos bilan yashayapsiz, meros bormi, ijara bormi, ruxsat bormi? Bular alohida tekshiriladi. Uzoq yashash ayrim hollarda sudda dalil sifatida ahamiyatli bo'lishi mumkin, lekin avtomatik egalik bermaydi. 3-nozik jihat garovga qo'yilgan uyda yagona uyim degan vaj har doim ham qutqarmaydi. Odamlar ko'p adashadi. Bu mening yagona uyim, hech kim ololmaydi deyshadi. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, masalan, ipoteka shartnomasida aynan shu kvartira garov sifatida ko'rsatilgan bo'lsa, qarz bajarilmasa, garovga undiruv qaratilishi mumkin. Shuning uchun ipotekada eng muhim narsa to'lov jadvali, bank bilan aloqa, rasmiy yozishmalarni vaqtida qilish. 4-nozik jihat davlat ehtiyoji uchun olib qo'yish masalasi. Ba'zan yo'l, metro, maktab, ko'prik, boshqa infratuzilma qurilishi uchun ayrim uylar joylashgan hudud kerak bo'lishi mumkin. Bunday holatda ham tartib bor. Mulk egasi bilan kelishish, baholash, kompensatsiya.
boshqa joy berish yoki pul to'lash masalasi ko'riladi. Eng asosiy qoida. Hujjatingiz to'liq bo'lsa, kompensatsiya talab qilish imkoniyatingiz kuchli bo'ladi. Hujjatsiz uyda esa isbotlash jarayoni ancha og'ir kechadi. 5-nozik jihat. Kadastrdagi xato katta muammo tug'diradi. Masalan, hujjatda yer 4 sotik deb turibdi, amalda 5-2 sotikdan foydalanilyapti. Yoki uy maydoni hujjatda 1 kvadrat metr, amalda 1 kvadrat metr. Yoki qo'shni bilan chegara chizig'i bazada boshqacha tushgan. Bunday mayda ko'ringan xatolar ertaga sotish, meros, sud, kompensatsiya yoki qayta qurishda katta to'siqqa aylanadi. Shuning uchun kadastr hujjatlarini faqat bor yo'qligi emas, ichidagi ma'lumotlarning to'g'riligiga ham qarash kerak. 6-nozik jihat. Kommunal qarzlar odatda uyni darhol tortib olishga olib kelmaydi. Lekin qarz yig'ilib, sudga o'tsa majburiy undirish boshlanishi mumkin. Masalan, elektr, gaz, suv, chiqindi yoki issiqlik bo'yicha katta qarz paydo bo'lsa, tashkilot sudga murojaat qiladi. Sud qaroridan keyin ijro harakatlari boshlanishi mumkin. Plastik kartadan yechish, ish haqidan ushlab qolish, ayrim mulklarga taqiq qo'yish. Odatda oddiy kommunal qarz uchun darhol uy sotilishi kam uchraydi. Lekin qarzlarni beparvo qoldirish ham xavfli. 7-nozik jihat. Sud chaqiruvini e'tiborsiz qoldirish eng katta xatolardan biri. Ko'pchilik bormasam ish yurmaydi deb o'ylaydi. Aksincha sud sizsiz ham ko'rib chiqilishi mumkin. Siz bormasangiz o'z dalilingizni ayta olmaysiz, hujjat topshira olmaysiz, e'tiroz bildira olmaysiz. Keyin qaror chiqqandan so'ng men bilmagan edim deyish qiyin bo'ladi. Shuning uchun mulk bo'yicha har qanday xat, chaqiruv, ogohlantirish, talabnoma jiddiy qabul qilinishi kerak. 8-nozik jihat. Ishonchnomar bilan uy olish juda xavfli. Ba'zi odamlar notarius orqali oldi sotdi qilmasdan bosh ishonchnoma bilan mashina olgandek uy olmoqchi bo'ladi. Ko'chmas mulkda bu juda xatarli. Ishonchnoma bekor qilinishi mumkin. Bergan odam vafot etsa kuchi tugashi mumkin. Merosxo'rlar chiqishi mumkin. Siz pul bergan bo'lasiz, uyda yashagan bo'lasiz, lekin egalik huquqi o'tmagan bo'ladi. Birinchi qadam, uyingizning hujjatlarini bitta papkaga yig'ing. Kadastr hujjati, oldi sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, meros guvohnomasi, hokim qarori, qurilishga ruxsat, ipoteka shartnomasi, garov shartnomasi, sud qarorlari bo'lsa, hammasini alohida joyga qo'ying. Asl nusxalarini yo'qotmang. Skaner qilib elektron nusxasini ham saqlang. Telefoningizda rasm bo'lib turishi ham foydali, lekin asl hujjatning o'rnini bosmaydi. Ikkinchi qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Sizning FH to'g'ri yozilganmi? Pasport ma'lumotlari mosmi? Uy manzili to'g'rimi? Yer maydoni va qurilish maydoni amaldagi holatga mos keladimi? Ulushli mulk bo'lsa, ulushlar ko'rsatilganmi? Bularni tekshiring. Agar nomuvofiqlik bo'lsa, kadastr organiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, tuzatish tartibini so'rang. 3-qadam, uy sizning nomingizda bo'lmasa, masalani cho'zmang. Keyin qilaman, vaqt yo'q, pul yo'q. Aka-ukalar bilan gaplashib olamiz deb yillar o'tkazmang. Agar meros bo'lsa, notariusga boring. Agar oldi sotdi bo'lsa, notarial rasmiylashtirish yo'lini qidiring. Agar nizoli bo'lsa, advokat yoki yuridik maslahat oling. Eng yomon holat hech narsa qilmay yashayverish. 4-qadam, ipoteka yoki kredit bo'yicha muammo bo'lsa, bankdan yashirinmang. Darhol bankka yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada moliyaviy qiyinchilik yuzaga keldi. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishni, muddatni uzaytirishni, jarimalarni kamaytirish imkonini ko'rib chiqishni so'rayman deb yozing. Arizadan nusxa oling, qabul qilingan sanasini tasdiqlating. Telefon orqali gaplashish yetarli emas. Yozma iz qoldiring. 5-qadam, suddan xat kelsa, albatta boring. Da'vo arizasini o'qing, sizdan nima talab qilinayotganini tushuning. Hujjatlaringizni tayyorlang. Kerak bo'lsa advokat yo'llang. Agar advokatga pulingiz bo'lmasa, hech bo'lmasa yuridik klinikalar, bepul maslahat markazlari mahalladagi huquqiy maslahat imkoniyatlarini qidiring. Sudga bormaslik o'zingizni himoyasiz qoldirish demak. 6-qadam, qo'shimcha qurilish qilmoqchi bo'lsangiz, avval ruxsat masalasini tekshiring. Hamma quryapti-ku degan gapga ishonmang. Hamma qilayotgan ish qonuniy degani emas. Ayniqsa ko'p qavatli uyda devor buzish, balkon kengaytirish, umumiy hududni egallash, birinchi qavatni tijoratga aylantirishdan oldin mutaxassisdan so'rang. Keyin buzdirilgandan ko'ra oldin ruxsat olish arzonroq. 7-qadam, qarzlarni nazorat qiling. Soliq, kommunal to'lovlar, kredit, aliment, jarima, bularning hammasi vaqtida ko'rib borilishi kerak.
majburiy ijro bazasida ismingiz chiqib qolgan qolmaganini vaqti bilan tekshirish foydali. Chunki ayrim odamlar taqiq qo'yilganini uy sotmoqchi bo'lganda yoki chetga chiqmoqchi bo'lganda bilib qoladi. 8-qadam. Oilaviy kelishuvlarni ham hujjatlashtiring. Aka-uka, opa-singil, ota-ona, farzandlar o'rtasida bu uy senga, bu uy menga degan og'zaki kelishuv ertaga katta janjalga aylanadi. Bugun hamma ahil bo'lishi mumkin. Ertaga kimdir vafot etadi, kimdir fikrini o'zgartiradi, kimdirning farzandi da'vo qiladi. Shuning uchun meros, ulush, hadya, oldi-sotdi masalalarini qonuniy rasmiylashtiring. 9-qadam. Agar uyingiz davlat ehtiyoji uchun olinishi aytilsa, shoshilib hech narsaga imzo qo'ymang. Avval qaror asosini ko'ring, baholash hujjatini talab qiling. Kompensatsiya miqdorini tekshiring. Mustaqil baholovchiga murojaat qilish imkonini ko'rib chiqing. Sizga taklif qilingan summa bozor qiymatiga mosmi? Ko'chish xarajatlari inobatga olinganmi? Yangi joyning huquqiy holati qanday? Bularni aniqlamasdan rozilik bermang. 10-qadam. Hujjatlaringizda muammo bo'lsa, tanish orqali hal qilaman deb aldanmang. Mulk masalasida firibgarlar juda ko'p. Kadastr qilib beraman. Sudni hal qilaman. Hokimlikdan qaror chiqarib beraman deb pul oladiganlar uchraydi. Har bir to'lovni rasmiy qiling, kvitansiya oling, shartnoma tuzing. Qonuniy yo'l sekinroq bo'lishi mumkin, lekin xavfsizroq. Men sizga ekspert sifatida eng muhim fikrni aytaman. Uy masalasida eng katta himoya hujjat. Hujjat bo'lsa, siz gapira olasiz, talab qila olasiz, kompensatsiya so'ray olasiz, sudda o'zingizni himoya qila olasiz. Hujjat bo'lmasa, haq bo'lsangiz ham isbotlash og'irlashadi. Shuning uchun bugungi videodan keyin vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Demak, yangi qonun chiqdi, hammaning uyini tortib olishadi degan gapga ko'r-ko'rona ishonmang. Lekin kadastrsizlik, rasmiylashtirilmagan meros, notariusiz oldi-sotdi, ipoteka qarzi, garov, noqonuniy qurilish va sud qarorlarini jiddiy qabul qiling. Uyingiz xavfsiz bo'lish uchun hujjatlaringizni tekshiring. Qarzlaringizni nazorat qiling. Sud va bank xatlariga befarq bo'lmang. Har bir kelishuvni rasmiylashtiring. Agar sizda ham shunday holat bo'lsa, izohlarda yozing. Uyingiz kadastri bormi? Meros rasmiylashtirilganmi? Ipoteka muammosi bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta xato butun oilani uy-joy muammosiga olib kirishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Men sizga qonun, hujjat va mulk masalalarini oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.